qanchada til o'rganib olaman deydi. Juda ko'plar. Hozir yosh kattalar mana 30, 35, 40 yoshga kirganlar ham sekin nemis tili, ingliz tilini o'rganishni boshlashyapti-da. O'sha Rossiyadan ham ko'plar chiqishyapti menga, angliyski, nemisga o'rgating deyapti. Bir Yevropalarga chiqaylik, Amerikalarga boraylik deb. Lekin juda ko'p insonlarda hali ham shu 22, 23 ga kirib o'ylanib olgan yoki bitta farzandi bor, ular o'ylaydiki, tamom endi men uyatman til o'rgansam yoki biron joyga borib biron kursga qatnassam bo'ladi. Bunaqa emas. Bundan 20 yil oldin, men 19 yoshimda 2005-yilda Germaniyada o'qiganimda meni kursdoshlarim bor edi. Boshqa davlatlardan kelgan, Braziliya, Yaponiya, Koreyalardan kelgan 60 yosh edi o'sha paytda. Men hayron bo'lardim ko'rib, 19 yashar bola 60 yashar bilan til o'rganyapti. Shuning uchun bilimni erta kecha bo'lmaydi. Bekorga aytmaganki, beshigidan qabrgacha bilim oldi. Undan keyin men Xitoyga bordim. Xitoyda ham pensionerlar kelardi. Er-xotin kelib, men bilan kursdosh bilan o'qigandi. Shu Xitoy tilini o'rganamiz, Xitoy madaniyatini o'rganamiz, umrimizni shunaqa qilib o'tkazamiz deb. Shuning uchun faqat shu og'ir mehnatda emas, shu bir 6 oy umrlaringni baxsh etsalaring kuniga 1-2 soatda nemetska, anglizcha o'rgansalar ham bo'ladi-da. Buni kecha yo'q o'rtoqlar. Mana hozir menda eminda bir 4-5 kishi yoshi 35 dan yuqorilar уже nemis tilini o'rganishyapti, Germaniyaga boramiz deb. Hozirgi paytda Germaniyaga ishchi kuchi juda zarur. Agar siz santexnik bo'lsangiz, svarshik bo'lsangiz yoki medsestra shu sohalarda bo'lsangiz, Germaniyaga juda talab zo'r. Shuning uchun bir kamida 6 oy kuniga 1 soat, 2 soatdan shug'ullansalaring, kamgina harakat qilsalaring bo'ladi. Agar biror maslahat kerak bo'lsa, til o'rganish kerak bo'lsa, marhamat aloqa chiqinglar.